Xonanda Ruxshona turmush quryaptimi? Yosh xonandalardan biri Ruxsora Mirjalilova to'yi nega bekor qilinganligi haqida aytdi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Taniqli suxandon va dublyaj aktrisasi Dildora Rustamova hamkasbi Nigora Karimboyevani tug'ilgan kuni bilan tabriklab, samimiy tilaklarini yozib qoldirdi. Hind kinosi yulduzi Kajol muxlislariga yangi surat bilan ko'rinish berdi. Taniqli tadbirkor Diyora Usmonova Makka shahrida ziyoratchilarga yegulik tarqatayotgani aks etgan videoni sahifasiga joylashtirdi. Aktrisa Durdona Qurbonova ayni paytda Sharm-Shayx kurort shahrida hordiq chiqarmoqda. Xonanda Shirin Zoitova Lali brendining yangi milliy choponida ko'rinish berdi. Turk kinosining mashhur juftligi Burak O'zchivit va Fahriye Evjen Dubay shahrida qad rostlayotgan premium turar joy majmuasidan qiymati $1 million bo'lgan yangi xonadon xarid qildi. Yosh xonandalardan biri Ruxsora Mirjalilova to'yi bekor qilinganligi haqida so'zlab berdi. Men karyeramni va ijodimni tanladim, deydi u. Xonanda Ruxshonaga kuzatuvchilardan biri turmush qurish taklifi bilan murojaat qildi. Ruxshona, agar oila qurish taklif bersam nima dersiz chin ko'ngildan deb berilgan savolga juda ko'p bunaqa takliflar deb javob berdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.